ba'zilar ro'za tutganda biz ozish uchun emas, biz o'sha yaratganning roziligini topish uchun farz amalni bajaryapmiz degan holatda, o'sha fikrda ro'za tutamiz deb o'ylaydida. Lekin ular bilmaydiki, Ramazon oyida ro'za tutishlik ham organizmning, ham ruhiyatning davolovchi, tozalovchisi hisoblanadida. Nafaqat Ramazon oyida, boshqa oylarda ham o'sha ro'za tutishlik yoki ochlik bilan davolanishlik bu eng odam uchun kerakli davolash usullaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun Samarqand, Kattaqo'rg'onda yoki Jizzaxda, Nur Muhammad tabibda odamlar ochlik bilan davolanish uchun minglab odamlar kelishadi va o'shanga sabr qilib ochlik bilan davolanishadi. Ochlikning o'zi juda ko'p kasalliklarni davolab bera oladi, agar siz bunga sabr qila olsangiz bo'ldi. Keyingi videoni ko'ring.